Benzol, siklogeksan ve siklogeksendan iborat aralashma bromli suv bilan ishlanganda massasi 16 gramga ortdi. Shu gapni tahlil qilamiz. Benzol bor ekan, siklogeksan bor ekan va siklogeksen bor ekan. Tushundikmi? Yozamiz yaxshi. Benzol tarkibida 3 ta pi bor bo'lsa ham, lekin baribir to'yinmaganlikni namoyon qiladi. Shuning uchun bromli suvni rangsizlantirmaydi. Siklogeksan to'yinmagan deb aytib bo'lmaydi, chunki bunda qo'sh bog'i yo'q. Shuning uchun ham bromli suvni biriktirmaydi. Bromli suvni rangsizlantirmaydi. Ya'ni bu to'yingan yopiq halqali birikma hisoblanadi. Tushundikmi? To'yingan. Siklogeksen dedi. Bir donasi pi bog'i bor va mana shu hisobiga u bromli suvni rangsizlantiradi. Ya'ni bromni shu pi bog' hisobini biriktiradi. Mana bu joyga 1 brom keladi, mana bu joyga 1 brom keladi. 16 gram bromni biriktirdi dedi. Demak, 1 mol bo'lsa 160 ni biriktiradi. Bu yerda 16 gram. Demak, bu 0,1 mol ekan. Xo'p, endi bir dunyo gap aytib qo'ydim. Xuddi shunday aralashma to'liq degidrogenlanganda dedi. 0,5 mol benzol va ma'lum miqdor vodorod ajraldi dedi. Mayli, shu qismini daskani bo'lib, shu qismini yozaman. Degidrogenlanganda dedi. Nima degan degidrogenlanishda ham? Vodorod chiqarish degan. Uni o'zi chiqadi, hech qanday vodorod chiqmaydi. Mana bu degidrogenlanadi. Bundan benzol bilan necha vodorod chiqadi? 3 mol vodorod chiqadi. Xo'p. Mana bu degidrogenlanganda esa benzol bilan 2 molekula vodorod chiqadi. Tushundikmi? Endi qaranglar. Mana bu 3si bo'lib 0,5 mol bo'lishi uchun mana bu 3si 0,5 mol bo'lishi kerakmi axir? Bu holda mana bular ham 0,5 mol bo'lishi kerakmi? Shuni tushunmagan odam bormi? Tushundikmi? Endi qaranglar, uni ham bu qismi ma'lum. 0,1 mi? Bu holda mana bu ikkisi necha bo'ladi? 0,4. Ya'ni bilimlar zanjiridan bor. Endi nima dedi? Ajralgan vodorod hajmi dedi, ya'ni qandaydir bir hajmda vodorod ajraldi. Mana bu ajralgan vodorodning hajmi dedi. Dastlabki aralashmani siklogeksangacha gidrogenlash uchun sarflangan vodorod hajmidan 2 marta kam dedi. Ya'ni mana bunda sarflangan ajralgan vodorod hajmi mana buni siklogeksangacha gidrogenlangan vodorod hajmidan bu kam ekan. Demak, hali biz uni nima qilamiz ekan? Gidrogenlaymiz ham ekan hali. 3 mol vodorod qo'shib gidrogenlaymiz, siklogeksan chiqadi. Keyin siklogeksanni oksidlab o'tiribman, gidrogenlab o'tiribman, chunki u gidrogenlanmaydi. Chunki u o'zi biriktirib bo'lgan. Mana bu gidrogenlanadi. To'g'rimi axir? 1 mol vodorodni biriktiradi. Mana faqat pi bog'ini biriktiradi. Va mana chiqadi. Endi qaranglar. Bundagi vodorodning hajmi bunikidan 2 marta ko'p ekan. Bu ko'p, bu kam. Masalada nima dedi? Bunda ajralgan vodorod hajmi bunda ajralgandan kam dedi. Shunchaki shu o'rniga to'xtab turamiz. Kimda kam dedi? Ajralganda kam dedi, demak bunda ko'p. Bu ko'p, u kam ekan. Tushundikmi? Endi qaranglar. Biza shunda belgilash kiritishimiz kerak. Mana moli ma'lum, meniki ma'lummi? X. Y desak bo'ladimi? Bu ma'lum. To'g'rimi? Endi qaranglar, mana bu joyga qaytib kelamiz. Bu x edi, bu y edi, bu 0,1 edi, to'g'rimi? Bu holda mana bu 3y bo'ladi, bu 0,2 bo'ladi. To'g'rimi? Mana bu hajmasi 3y plus 0,2 bo'ladi. To'g'rimi? Endi bu joyga kelamiz. Bu x edi, shunda bu 3x. Bu ma'lum edi, 0,1. To'g'rimi? Demak, bundan o'xshashlik keltiramiz. 3x plus 0,1. Tushundikmi? Demak, mana shu joy bilan mana bu ifodani ikkisini umumlashtirsak bir tenglama gap chiqadi. Ya'ni 3x mana bu joyni shu yozing. 3x plus 0,1 ni bo'laman mana bunga. 3y plus 0,2 ga 2 chiqishi kerak. Ana shundan bir tenglama gap chiqadi. Va bizda ikkinchi tenglama mana bu joyda. Tushundikmi? Sistema tuzamiz.
Mana bunu ixchamlaversak bo'ladimi? Ixchamlasak 3x plus 0,1 teng 3y ko'paytirib bo'lib o'tadi, to'g'rimi? 6y plus 0,4. Ha? Ma'lumlarni bir tarafa, noma'lumlarni bir tarafa o'tiramiz, bo'ladimi? Bu holda bizda 3x minus 6y teng 0, 3 mi ya 0,5 mi? Mana bu tenglamani kelamiz. X plus y teng 0,4 degan. Mana sistema tuzildi. Agar pastini biz 6 ga ko'paytirsak, y da yo'qotish imkoniyatimiz paydo bo'ladi. To'g'rimi? 6x plus 6y teng 2,4. İkisini qo'shamiz birinchi bilan, mana bu birinchi bilan uchinchini qo'shamiz. U holda 9x teng 2,7, x teng necha? 0,3. Agar mana bu 0,3 bo'lsa, bu necha bo'ladi? O'zi savol qanday? Benzolni massasi deyilgan. Shuni so'ragan ekan-a? Massasi deb so'radim axir. U holda massa benzol S6H6 0,3 ni 78 ga ko'paytiramiz. 78 ko'paytirilgan 0,3. 210 14. Simi? Eng uzoq masala shu bo'ldi o'xshaydi.